parranda ishqibozlari. Kimni parrandalari o'zidan o'zi holsiz yoki besabab o'lib ketayotgan bo'lsa, sizlarning fikringizcha besabab bo'lib, bilingki ularga vitamin yetishmayotgan bo'ladi. Hozir sizlarga qish kunlari yoz farqi yo'q, fasl tanlamaydigan bitta vitamin tayyorlashni o'rgataman. Hozirgi Italiya belanalarga ham juda mos tushadi. Ham tuxumlatadi, ham parrandalar tuxum yeyishning oldini oladi, kalsiy miqdorini oshiradi, D3 vitaminini ham oshirib beradi. Bizga kerak bo'ladigan bozorda bitta o'zinglar uchun, uylarda bo'lmasa bitta parrandalar uchun alohida 100 ming so'm turadi, 90 ming, 120 ming uzun marketda, chinda bozorda to'lib yotibdi mana shu. Chopper deydi nomini, chopper. Keyin 1 kilo sabzi kerak bo'ladi. Bozorlarda eng arzon kashalar bo'ladi yoki aptekalarda so'rab o'tgan kasha ham bo'laveradi. Chaqaloqlarning ichadigan kashasi. Mana bu yerda hamma vitaminlar bor. D3 deysizmi, kalsiy, magniy, E, kalsiy, fosfor, magniy, temir, rux. Xullas, yo'q vitaminning o'zi yo'q. O'zimizda mana bulg'or qalampiri olinadi. Xohlasanglar piyoz qo'shsanglar ham bo'ladi. Bu ham zo'r. Shamollashni oldini oladi. Hozir sizlarga o'rgataman. Haligi aytgan kasham, mana shu kashadan bizada so'rab o'tib qo'yganda 3 qoshiq solamiz. 3 qoshiq yoyib tashlab yuboramiz. Shunaqangi vitamin bo'ladi. Xo'rozni testosteronni oshirib yuboradi. Tovuqlarni gormonini oshirib, tuxumlatishga zo'r foyda beradi. Tabiiy ko'ra qalampir. Qalampir ko'proq qo'shaveringlar, achchiqroq chiqadi. Bo'ldi, mahsulot tayyor. Xudo xolasa mana tayyor mahsulotimiz. Bu mahsulotni olib joyiga parrandalarga berib chiqamiz. Bu hozir 10 ta bedanaga mo'ljallangan.